السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير. أرحب بكم في درسنا التالي. كاين درسنا ذكرت لكم نرسمن بقوم الدرس الثامن. سكزنچه درس وآخر دوام جديد ديالوج تام باش ليماس. أخونا ترامباي السلام عليكم أستاذ تفضل. عليكم السلام ورحمة الله تفضل. إبراهيم، ماذا تفعلين يا بنتي؟ إبراهيم قزم قزم نما قليبسان سعد أكوي الثياب التي غسلناها أمس. كيشاغي جولغان كيملارن دزمان ليبمان. إبراهيم أكويت القميص الأبيض كويلاكن دزمان لادينما. نعم كويته. ها دزمان لادم. والقميص الأخضر ياشل كويلاكن دزمان لادينما. لا لم أكويه بعد. حال دزمان لغانم يوق. سأكويه الآن إن شاء الله. يند دزمان ليمان خدا خالصا. والمنادل أكويتها والمنادل أكويتها والمنادل أكويتها داس رومالارنا سالفيتكالارن دازمالادينما. أمي كوتها في الصباح. أنام يرتلب دازمالادلار. تمام. يكفي إن شاء الله أخونا ترامباي قرأ. bitta jumla o'qiymiz, keyin ikkinchi jumlani ikkinchi o'quvchi o'qiydi va galma-galmadan shuni o'qiymiz. Axuna Turg'unboy va Axuna Sardor birgalikda o'qinglar. Keyingisi Axuna Sardor o'qing, keyin ulardan keyin Axuna Turg'unboy o'qiydilar va tarjima qiladilar. Tamam. Axuna Sardor, تفضل. أتريدين أن تقولي لي شيئا. ترجمة qilamiz Axuna Sardor. Axuna Sardor mikrofon o'chir. أتريدين أن تقولي nimadir aytishni xohlaysizmi? Kimga? Menga nimadir deyishni xohlaysizmi? Tamam. Menga nimadir deyishni xohlaysizmi? E'tibor beramiz. Nega turidinada nun borda, taqulida nun yo'q? Kim javob bera oladi? Turidina an taquli. Bitta ham o'zi aslida nun bo'lgan. Axuna Turg'unboy, sizni fikringiz nima? Hadbin nun bo'lgan bo'lish kerak, lekin qoidasi esimda yo'q ustoz. Nun shur qoldiriladi. Turidina antaquli. Bu ham antaqulina bo'lgan, lekin nun tushib qolib an sabablimi ustoz?
An sabab. An sababli nun tushib qoladi. an nasbga qo'yadi. Nasbda bo'lsa nun tushib qoladi. Tayyib, davom etamiz. سواد نعم إن زميلاتي سلوى دعتني إلى بيتها هذا المساء فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد صلاة العصر. ها dugonam Salwa bugun kechga uyiga taklif qilyapti va uning uyiga borishga ruxsat so'ramoqchi. Asr namozidan keyin uning uyiga borishga ruxsat so'ramoqchiman. Da'atni ila baytiha, uyiga chaqirdi, to'g'rimi? Tamam. اذهبي وارجعي بعد صلاة المغرب. Mag'rib namozidan keyin borib qaytar. Borib qayt. Borib qayt. Tayyib. يا أبا محمد تعال هنا وانظر. أبا محمد بيوقع كيل وكر وقرأ إن محمدا يجري على السلم. محمد zinadan chopib kelyapti. Axsha an yaqo'a. U yiqiladi. Axsha an yaqo'a. Yiqilishidan qo'rqyapman. Axsha uning yiqilishidan qo'rqyapman. Ya, uning yiqilishidan xavfdaman, qo'rqyapman. خشية يخشى خشية qo'rqmoq. يجري جرى فعلا جرى يقرمق جرى يجري جري. تمام. طيب أخونا سردار. لا تجري يا محمد تعال هنا. ما هذا بيمينك. لا تجري يا محمد. لا تجري. جرى يجري. تجري. لا تجري يا محمد. Попробуй, эй Мухаммад. لا تجري. يقرمه. يقرمه. لا تجري يا محمد. يقرمه يا محمد. Yugurma Muhammad. Uni oldiga bor. تعال هنا. Bu yerga kel. Bu yerga kel. ما هذا بيمينك. بيمينك. يمين o'ng. o'ng qo'lingda, ya'ni o'ng qo'lingda nima bor? Ma hada. Nima bu? O'ng qo'lingda nima bu? o'ng qo'lingdagi nima bu? Tashavvur. ارمي. رمى يرمي.
Irmi. Roma otmoq. Tashlamoq emas, otmoq. Roma yermi. Yermi. Romyon otish. Otmoq. Atorguni bu Hada turab. Turabun bu tuproq degani. tuproq. Yer, ya'ni yer bor. Yer deganda joy emas, tuproq. O'sha turab deyiladi. طيب davom etamiz. أدخلوا Shakni. أقول السلام Yadkhulu. عليكم. Mahmud Assalomu kirdi. Assalomu alaykum. alaykum. O'qiyapsiz? O'qing. Vale- Va alaykum وعليكم assalom. السلام. وعليكم السلام. جئت اليوم متأخرا يا محمود. فما سببه؟ فما فما السبب؟ وعليكم السلام. Bugun kech qolding, Mahmud. Sababi nima? شكوت 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 اليوم. أخذ زملائي إلى المدير. Bir sinfdoshimning biz bir sinfdoshimning Shikoyat qilmoq. Shikoyat qildim. Bir sinfdoshimning ustidan mudirga shikoyat qildim. Direktorga shikoyat qildim. Tamam. فطلبنا إلى المكتب التحقيق. فطلبنا إلى مكتبه للتحقيق. فطلبنا طلب يطلب طلب قilmoq. Chaqirtirdi ya'ni talaba. يطلب طلبun talab qilmoq. Tamam. Talab qilmoq. Endi tahqiq bo'lsa, tahqiqot ya'ni tekshirish uchun. Tekshirish, tahqiq. Bu haqqoqo bu bob. Fe'lni o'zgartirmasa qo'shimcha qo'shilgan. Yuhaqqiqu va masdari tahqiqun bo'ladi. Va shu masdar ishlatilgan. Tahqiqun shu tekshirmoq va nimadirga erishmoq ma'nosini ham beradi. Nimadir amalga oshirmoq. Tayib. Lima shakawtahu, nega u ustidan shikoyat qilding? Tayib. Mahmudda Axuna Sardor o'qing. الأنات دائما يأخذ كتبي ودكاتري ويأتي أوراقها. Tarjima qilamiz. Chunki u doiman
يأخذ كتبي ودفاتري ويطوي أوراقها. لأنه çünkü o doim Chunki u kitoblarni, doim daftarlarni, yirtib tashlayapti. خون سردار مبوطن. لأنه çünkü o دائما har doim doimoq يأخذ nima qiladi? يأخذ nima degani? أخذ يأخذ. chunki Oladi. u har doim kitoblarini oladi va varaqlarni yirtib oladi. Kitoblarim va dafatiri Va daftarlarimni oladi. ويطوي طوى يطوي طي bukmoq qaltirmoq ma'nosini beradi. Ularning varaqlarini qaltiradi yoki bukadi. Tamam. Xona Tromboy. ما هذه الحلوى التي معك؟ Halawa shirinliklar. sen bu qanday olib kelganing bu qanday shirinliklar? Hadiyatun hadihi am ashtaraytaha? Bu sovg'ami yoki sotib oldingmi? Tamam. اشتريتها لأنني أريد أن أدو ثلاثة من زملائي إلى بيتنا غدا. Sotib oldim. 3 ta do'stimni ertaga mehmonga taklif qilmoqchiman. Uyimga taklif qilmoqchiman. دعا يدعو chaqirmoq yoki taklif qilmoq, to'g'ri. Yad'u da'vatun yoki du'aun. Bir xil fe'llarda shunaqa bo'ladi. Ya'ni ikkita masdar bo'ladi. Ikkalovi ham ishlatilishi mumkin yoki birinchisi yoki ikkinchisi ko'proq ishlatilishi mumkin. Chaqirmoq yoki taklif qilmoq. Tamam. ادعهم لتناول العشاء بعد غد. ادعو chaqir. لتناول تناول degani tanavul qilmoq. Asha nima degani? Asha kechki ovqat. Kechki ovqat. Endi iftor nonushta. Iftorun nonushta. G'adaun bu tushlik. ادعهم لتناول العشاء بعد غد. غد ertangi kun. بعد غد ertadan keyin. Ertadan keyin ya'ni indinga kechki ovqatni yeyish uchun ularni chaqir. فسيكون عمك موسى أيضا معنا إن شاء الله. وإن شاء الله amaking Musa biz bilan bo'ladi. Tamam.
Jamil. Xo'p. Chap tarafda ekranga e'tibor beramiz. Bu yerda illatli, ya'ni oxirgi harfi illatli bo'lgan fe'llar berilgan. Bu illatli harflar ko'pincha tushib qoladi. Va ayniqsa jazm bo'lganda, ya'ni bizning holatimizda lam harfi bilan jazm qilinganda oxirgi illatli harf tushib qoladi. Mana. Misol uchun baka, yabki yig'lamoq. Lam yabkida mana ya tushib qoldi. Va amirda ham bo'lmaydi. Amirda ham faqatgina kuchli, sog'lom harflar qoladi. Illatli harflar tushib qoladi mana. Ibki yig'la. Masha oxirida mana illatli harf yamshi. Yurmoq, ya'ni piyoda yurmoq. Lam yamshi yurmadi. Lam yamshi. Imshi yur, bor. Kawa dazmollamoq. Yakwi dazmollayapti. Lam yakwi dazmollamadi. Mana ya tushib qoldi. Ikwi dazmolla. Jara buni bugun o'tdik. Yajri mana ya bor. Lam yajri bo'ladi. Lam yajri. Tayyib. Lam yajri ijri. Ijri bo'ldi. Roma yermi lam yermi irmi. Bana yabni binaun qurmoq. Bana bino so'zi ham o'zbek tilida mana shundan kelgan. Bana yabni binaun qurmoq. Misol uchun banaytu baytan uy qurdim. Banaytu baytan uy qurdim. Bana yabni lam yabni ibni baytan li ibnik. Misol uchun o'g'ling uchun uy qur. Ibni baytan li ibnik. Tez aytishga o'xshab qoldi. Saqa bu sug'armoq, suv bermoq yoki. Saqa yasqi saqiyun yoki siqoyatun desa ham bo'ladi. Siqoyatun sug'armoq. Siqom yasqi lam yasqi isqil ig'nam. Misol uchun qo'ylarni sug'or yoki qo'ylarga suv ber. Tayyib. Va shuningdek oxirgi harfi illatli bo'lgan fe'llar muannas
uchinchi shaxs, ya'ni hiyaga tushilganda o'zini oxirgi harfini yo'qotadi. Mana Hamidun baka, Aminatu bakat. Bu holat nimaga bo'ladi? Sababi bu illatli harflarning oxirida sukun bo'ladi. Hiyani oxirgi harakati bo'lsa, qo'shiladigan qo'shimchasi bo'lsa sukunli ta. Ikkita sukun birga kelmaydi arab tilida. Shu sababdan bittasi tushiriladi. Bakat. Bakat. Va anaga tushlayotganimizda bu harf, ya'ni alif maqsura yaga o'zgaradi. Bakaytu. Bakaytu. Agarda bunaqa alif bo'ladigan bo'lsa-chi, Hamidun da'a. Bu alif aliful mamduda deyiladi, ya'ni cho'zilgan alif. Aliful maqsura bo'lsa mana bu yaga o'xshagan alif, maqsura, aliful maqsura deyiladi. Siniq alif, aliful mamduda, ya'ni cho'zilgan alif deyiladi. To'yib. Bu alif bo'lsa vavga o'zgaradi. Ya'ni oxirida shunaqa alif bo'ladigan bo'lsa, demak, anaga tushilganda yoki boshqa qo'shimchalar, boshqa olmashlarga tushilganda unda vavga o'zgaradi. Tepadagi aliful maqsura bo'lsa, yaga o'zgaradi. Tayyib. Hamid roma, Aminatu romat. Romat. Wa ana romaytu. Romaytu. Hamid ata. Aminatu atat. Atat. أنا أتيت. جرى حامد جرى. آمنة جرت. وأنا جريت. جريت. حامد كوى. آمنة كوت. أنا كويت. حامد دعا. آمنة دعت. أنا دعوت. شكى. آمنة شكت. شكت. وأنا شكوت. رجع خخلد. آمنة رجت. وأنا رجوت. تلا. تلت. تا ulab o'qimoq degani. Ulab o'qimoq yoki ketma-ket bo'lmoq. Tala yetlu tilawatun. أنا تلوت. محى. محت. أنا محوت. محوت. O'chirmoq. Artmoq. Maha. Yamhu. Mahwun. Artmoq, o'chirmoq.
هكذا. طيب bitta savollar bor. Savollarga hozir javob beramiz. أخونا ترون باي أبكى الطفل أبكى الطفل أبكى الطفل بكى هذا كان يقول اسمه شخص مصاب بكى بكى يغلمق. ولا يغلي أبتما. نعم الطفل بكى. نعم الطفل بكى. تمام. أكويت القميص يا سردار؟ أكويت القميص؟ نعم كويت القميص. نعم كويت القميص. تمام. أشكاك المدرس إلى المدير؟ ترجمة أشكاك shikoyat qildimi sening ustingdan? Kim? Mudarris, o'qituvchi. Kimga? Ilal mudir, mudirga. direktorga bosib. Naam. Axona Turg'unboy. نعم المدرس شكأت شكاني إلى من؟ إلى المدير. إلى المدير. أدعوت زميلك إلى البيت يا بلال الدين؟ السلام عليكم السلام. ترجمة ترجمة. أدعوت زميلك إلى البيت. نعم إلى البيت. دعوت زميلي. دعوت زميلي. دعوت زميلك. زميلي. ليش اسكيري؟ زميلي. تمام. طيب. أبنيت بيتا جديدا. شنو قام جواب بيري؟ أبنيت بيتا جديدا. نعم. بنيت أبنيت جديدا بيتا بدل. بيتا جديدا. بيتا جديدا. طيب كين سؤال. أمحوت اسمي من دفترك؟ أمحوت اسمي من دفترك أخونا سردار؟ محوت اسمي من دفترك؟ نعم محوت اسمي من دفترك. نعم محوت اسمك من دفتري. من دفتري. تمام. أتى المدير يا ترغنباي؟ أخونا ترغنباي. أتى المدير. مدير برنامج بيرد دياتنا أستاذ. كيلدما مدير كيلدما. كيلدما حتى. لا لم أتى المدير.
لم يأتي لم يأتي المدير. لم يأتي المدير. مهم. تمام. رميت القمامة في الشارع. قمامة أخلت ديانة. قمامة أخلت ديانة. Axlatni ko'chaga tashladingmi? أخونا سردار، رميت القمامة في الشارع. نعم، رميت 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 القمامة في الشارع. تمام. أرأيت عليا في الفصل يا ترون باي؟ Alini sinfda ko'rdingmi? رأيت عليا في الفصل. نعم رأيت عليا في الفصل. تمام، جميل. تمام. bu yoqda endi la qo'shimchasini qo'shib turib, la annahiyani qo'shib turib, bizni buyruq, inkor buyrug'ini yasashimiz kerak bo'ladi va bu uyga vazifa bo'ladi. Jinoatul xayr. Yozma ko'rinishda bajaramiz va guruhga tashlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tamam, shu uyga vazifa yetadi inshaalloh. Tayyib, savollar bo'lsa beramiz bemalol. Savollar bormi? Nimadir tushunarsiz bo'lgan bo'lsa. Vazifani birinchisini aytib yuboring ustoz, qolganini shunga qarab yozaylik. Buni Uyga vazifanimi? ha, Tamam. Xo'p. Bu yerda tishku. تشكو لا تشكوني إلى المدير يا أستاذ. لا تشكو لا تشكوني إلى المدير يا أستاذ. va bu yerda ham tushib qoladi illatli harf. Chunki la o'zi la annahiya inkor qiluvchi la sukunga qo'yardi, ya'ni jazm qilardi fe'llarni fe'lida bo'lsa va bunaqa turdagi fe'llarni bo'lsa sukunga qo'ymasdan illatli harfini o'chirib tashlaydi bo'ldi. Tamam? Shu ko'rinishda bajariladi. Tayyib. tushunarli ustoz, rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar. Vazifalarni tashlab qo'ysalar tekshirib beraman, qarab ko'raman.